Jazoir hikoyasi. Yoshligimizda ko'pincha och uxlardik. Onam bizga yulduzlarni sanab tugatsak, nonimiz ko'p bo'lishini aytardi. Biz osmonga tikilib yulduz sanardik. Sanay charchab, och holda uxlab qolardik. Bir kuni singlim vafot etdi. Yulduz sanagani uchun ko'zi osmonda edi. Onam uning ko'zlarini silab yumar ekan, yulduzlarni sanab tugatganini aytdi. Dafn marosimida dostdan ham ko'p nonlar olib kelishdi. To'yib yedik. Singlim esa yo'q. Singlimni sog'indim. Onamga ana odamlarga ayting, nonlarni olib ketsin, singlimni olib kelsin. Uning o'rniga yulduzlarni o'zim sanayman derdim. Ular nonlarni olib ketishmadi. Singlim ham qaytib kelmadi. O'shandan beri sanoqda adashib ketaman. Bir, ikki, singlim. 4, 5. Yillab uxlab qolaman. Abdurahmonxon Omar